Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Ko'mirchi bola nomli romani. Bu roman Belqut şirketida ovozga elinib, Belqut to'rida anglatildi. Buvayning mo'ngluq xiyollari rosa qiyamaga kelayotganda tug'luq go'sh ko'tarib kelib qoldi. U kelibla yanglarini turib ishga kirishib ketdi. Savzilarni qalamchi qilib, guruchlarni yuyib, o'choqqa o't qolibdi. Kavu barang tegidagi supida hassaga tayinib o'ltirgan Amrulla o'g'lining kapkuri bilan savzini qo'rishlariga, tuzlarini tetib ko'rishlariga, o'choq og'ziga qo'rayni purlab tiqishlariga sap selib o'ltirib, tuyuqsizla quliqida bir zil ovoz aks sada bergandek qildi. Dada, quruq ko'pida yatsang umring uzun bo'ladi. Dada, qo'rimidan bir sapchiq elib beray, tetib boqamsan. Qo'rsiqing ichib ketgandi ha. Buvay to'kilib ketdi. Uning jiyaklarini qo'riq bosgan ko'zlaridan tushayotgan yoshlar soqollaridan tamchib, engak tirab turgan hassini ho'l qilibdi. Ras, uning gunsiz ko'zlariga oshu bir tal tog'ar qiqindisi umay qiz ko'ringan edi. Ana u yig'nida quruq ko'pi tikiyotdi. Qarg'ina uning kiyimchanligini, sapliqda ko'tirib kelgan qo'rimini nozik barmoqlarida dadasining og'ziga bir-birlab selayotdi. Ajab ish. O'g'il bola to'lisi opasiga o'xshab ketadi ekan. Qarg'ina tug'liqning chiroyi so'yib chaplab qo'ygan umay. Ammo o'ngi heliqi noahliga o'xshab ketadi. Buvayning yoshlari to'xtaydigandek emas edi. Ras, tug'liqdan ayriladigan daqiqalar yaqinlab kelgan seri uning olong'u urayotgan yuragi esadayotgandek qiladi. Bo'ptila, yig'lamamdi. Qip-qizil atlimi go'sht yig'idan tortib, etigida beqib ayrilib boqmagan, xondan kirib bo'g'icha yo'llarga talmirib qaraydigan, G'uralday opa non deb yig'laydigan osha japak Belqut xazinasi ketmoqchi. Pah, buvayning ichida bir idish suv bormidi? Qarg'ina oyoq ostidagi to'pa loy bo'lib ketdi. Ey darixa, bola mehrini ota ko'ngliga shunchami tirasag'an bormi? Ras, ota hamon erlik g'ururidan nomus qilib chandirmag'ani bilan ana shundoq ichidan tugishib ketdi ekan. Chunki o'g'il qiz farzandining to'mirida yugurib yurgan, yurigiga hayot baxshatgan oshu qon otaning-da. Mana tug'luq mangmoqchi bo'lib edi, tarabba umaymu paydo bo'ldi. Jafosini to'la tortib, halovat ko'migan qardinisi donam, bo'ldi dadisi yig'lamanglar, deb yoshlarini sirtib. Ular tug'liqni uzitib qo'yg'ili kelgan o'xshamamdi. Amrulla buvay to'xtamay to'kilayotgan yoshlarni belidagi potining uchida sirtib ulgurtamadi. Dada, oshni dam yotqizib qo'ydim. Tug'luq qayrilib dadasiga tikilib qoldi. Voy, yig'labsan-ku. Nadikini balam, o'chqindan isinib. Es yong'onga yerlar loy bo'g'dak yosh oqamdi. Tug'luq qo'l yog'liqida dadasining ko'zlarini, soqollarini sirtdi. Dada, sen munchivala beram bo'lsang, men bormay. Ko'mirimni setaveray. Tug'luqmi yig'lab saldi. Naimani chiroyliqqina yo'lga sep qo'yima. Po'xima. Bir qizning bunchalik g'ayratga kelishi osonmi? Buvayning ko'zlari qizirib ketgan edi. Xudo uning ko'ngliga sening ishqi savdoyingni sep qo'ygan. U men orzu qilib yetamagan ishlarni qilmoqchi. Faqat osh tamoqimni obdan o'rinlashtirib qo'ysanglar bo'ladi. Onangdan xotirjam bo'l.
Munir bilan Pida 3 vaqt tamoqingni o'rsitmay akilib beradi. To'g'liq dadisining saqilini barmoqlarida taradi. Oyazgam, hol ay hadammo seni yo'qlab turmoqchi. Barg'in balam, barg'in. 3 ay degan ko'zni yumib ochqicha o'tib ketadi. To'g'liq langzada choy qaynatib damlab qo'ygandan keyin bog'dagi supaga kegiz soldi. Ondan shirani ko'tirib kelib qo'ydi. U shiraga dasturxon selib turishiga Munir bilan Pida kirib keldi. Ular buvay bilan salomlashayotganda To'g'liq cho'ginda suv ko'tirib keldi. Munir Pidala qo'llarini yuvishib boqqa kirib ketishdi. Buvay yosh balalar bilan o'ltirg'isi kelmadi buvay, uningga kovu barang tegidagi supag'lar dasturxon selib osh usib berdi. To'g'liq go'sht besilgan bir ligan poloni boqqa elib mengishi bilan Zehri kirib keldi. Kel Zehri balam, qo'yim obdan vaqtida keldim. Buvayning xo'shal bo'lganligi chiroyidan bilindi. Balam To'g'liq, liganni endi 2 qil, qozoningda eshing bo'lgandan keyin. Assalomu alaykum Amruldada. Ahvoling yaxshimi? Zehri bo'lsa buvay bilan ko'rish bo'libla To'g'liqqa qaradi. Meni izlab beribdi-kansan. Yo'qayqi mallidagi Emin qassobda ter bor ekan deb ketib qolgan. Xotinimdan anglabla kelishim. Yer, boq kirayli. Munir Pidala kep bo'ldi. To'g'liq bilan Zehri ishkilgan poloni ko'tirib boqqa kirib ketdi. Polo yeyilib dasturxon bir qur yig'ishtirilgandan keyin do'stlar qiziq demlangan choy ichgach parang'i tushdi. To'g'liq o'zining Urumchiga berib shopirliqda 3 oy o'qiydiganligi, dadasining yolg'iz qilayotganligi, shundaqdimi uning turmushidan, osh tamoq, kirqar, yiroq yaqinining hudisidan Munir bilan Pida chiqadiganligi qatorliqlarni deganda Zehrining o'ri ko'zlari g'alitila olib tunjiqib ketdi. Munir, Pida, men sizlarga o'tgandala deb bo'lgan, dedi To'g'liq 2 do'stiga. Otni, horvini, kaptarlarni xaridori kelib qolsa, g'achchidili setib etinglar. Dadam pulsiz qolmasin. Uydagi pulni men elib ketaman. Ot harvonga mushu kantimizda xaridor bor, dedi Munir chayini o'tlab qo'yib. Setib, sen degandek buvayning osh tamoqiga yetkidak ep qilib, qolganini qo'lga beraman. Kaptarlaringmi tar suvdan chiqib ketmaydi. Pida ishonchli kulib qo'ydi. Mushu bizning mahallidagi dara kaptarvas uyimga nech qatim kelib bo'ldi. Zehra og'ina. To'g'liq Zehraning do'lisiga qo'lini qo'ydi. Bu chaqqicha dadamning qo'liga qo'l, putiga put bo'lib kelding. Men sendan rozi. Dadammi gapimni to'la qiladi. Bexuduk mengive. Zehraning qursoq ko'piga barda qiladi. Boshqalarga o'xshash jon og'inalaringdan bo'lmasammi, Amrul dadamdan o'zim bir qulluq xabar olaman. Kechalari hamra bo'lib mashada yataman. Zehri mushu mallida tug'ilib, billa o'ynab, billa cho'ng bo'ldik, dedi To'g'liq yumshoq talaffuzda. Bu yerda jon og'ina deydigan gap yo'q. Faqat ba'zi qamlashmagan illatlaringdan ba'zida og'irnib qolamiz. Ey Zikri, boyiqi gaping qamlashmadi jumi? Munir sal chechilib qoldi. To'g'liq sana qanot yepivatamdi yoki bizdek jon og'inlaringmi? Gapim bor debli qilid ekansan. Endi shu Zehri qazirib ketdi. Hammasi chaqchaq og'aynilar. Zehrining sessiqga qilib olib o'ltirishidagi sabab do'stlarga ayon bo'g'ashqa To'g'liq bir qismili bo'lib qoldi. U bir necha kun ilgirla ot harva kaptarlarini setishni Munir bilan Pidaga topshirgan edi.
Ular diyanetlik bolalar bo'lib, birovning haqqiga, haramga qo'l so'zdiganlardan emas edi. El og'inilariga xiyonat qilishni asla ravo ko'rmaydi. To'g'liq ularning saf e'tiqodiga hurmat qilardi. Bu qitimqi ot harva, kaptarlarni shularga havola qilishni Zehriya xuddi modiki baning xudiki ba degandek to'g'liq menga ishonmadi deb bilsa, yana bir tarafdan shuncha pulliq narsalarning Munir bilan Pidaning qo'liga o'tib ketganidan ichi tortildi. Shunga u boshqalarga o'xshash jon og'inalaringdan bo'lmasammi deb qursoq ko'pigini chiqargan edi. To'g'liq, dedi Zehri beshini ko'tirmayla. Men Amrul dadamdan xabar elib, mushu qo'rada yatay deyman. Qandoq deysan? Sening shundoq deydiganingni bilatdim. Adash, unda qilsa xotiningning fikri chiqarmikin. Hammasi kulib etishdi. Qara Zehri, Munir Zehrining chinisiga choy quyib qo'ydi. Biz uchimiz navbatlashib yataylik. Sen o'ylagandek yoshinib qolgan odam yolg'iz yerim yetib qolsa yaxshi emas. To'g'liq adash, Munir ig'ir tinib qo'ydi. O'g'illikka menga men davatsan. Soat nechalarda Mashhaddan qo'zg'alasan? Demakchi bo'g'inim, hammamiz seni uzitib qo'ymasak sattura? Buni asli deymisan bo'ladi. To'g'liq hammasiga tahshiy qaradi. Endi sizlar qiyomatlik og'inalarim. Shunga sizlardan yosharsam bo'lmas. Men o'g'illikka kech soat 1da Mashhaddan piyoda mansam soat 3lar bilan Chilonliqqa yetib boraman. Oyazgam nayman soat 3dan 10 minut o'tganda dochining orqa temidan ortildirib tushirib qo'ymoqchi. Sizlar Eron daryo o'rmonligi ichidan mengib cho'ng yo'lga chiqadi ekansizlar-da. Pida o'ylanib qoldi. Undaqda shaharga kun chiqib ko'tarilganda kirib borsizlar. To'g'liq, qora tor suvdan Chilonliqqa, Chilonliqdan shahargacha piyoda mansa chidayolmay qolasan, dedi Munir. Shunga seni Chilonliqqa velosipedda opirib qo'yay, qandoq deysan? Bak ovarchilik tatib qolarsanmikin? Hey og'aynilar, kechsi menga nima kapdi? Bu qiz ap qochadigan ish bo'lmasa, dedi Zehri sal hayron bo'lib. Mashina qatnagandiroq mangsimi bo'ladi-ku. Zehri, o'tganki ishdan xabaring yo'qdek gap qilasan-ku. Munir Zehriga lappida qarab qo'ydi. Agar bu qaytim nozir bilibli qolsa, o'tganki lükchaklarga pul qashlab urg'izish emas, uningdanmi cho'ngini qiladi, deb ansiravatgan gap. O'tgandimu to'g'liq qil qolmadimi? Pidamu so'z qistirdi. Agar hol ayhadimiz bo'lmagan bo'lsa, to'g'liq yo'qdi. Bundaq taraflarni o'ylamabdiman, dedi Zehri. Undaq bo'lsa, Munir sening velosipeding ko'nroq ham eg'ir. Shunga mening velosipedim yenik, shuni ishlat. Munir, Zehri rostaydi. Pida beshini lashitdi. Men u velosipedni ishiltib boqqan, bak yenik. Og'aynilar, o'tira kechida sizlarni ovar qilib yurgacha, dedi To'g'liq. Velosipedga so'mkalarimni ortib o'zimni ketsam bo'ladi-ku. Velosipedni Oyazgam o'zi akib beradi. To'g'ri, bumi bo'ladigan gap. Pida darhol qaytildi. Tarsudan Chilonliqqa bir odamni velosipedda opirish oson emas. Uning ustiga To'g'liqni danglar. Hammasi kulishib ketishdi. Munir, Pida, Zehri o'g'illikka kech soat 2larda kelib, To'g'liqni uzitib qo'ymoqchi bo'lib tarqilib ketishdi. Ammo geliga qiltiriq turib qolgandek bir xil beoromchilik ichida qolgan Zehri uyiga qaytib kelgandan keyin aroq xumari tutib, bulung pushqoqlarda qolgan botulkalarni o'milab yurib topdi.
Lekin ularning ichidan tamgan bir necha tamchi zamzam tashnaligini texmi oshirib etdi. Uyg'onib ketgan o'ri xotini og'zini buzib tillagan edi. Ota-onasining uyg'onib ketishidan ansirgan Zikri astala o'ringa kirib oldi. Lekin bu kecha Zihrining ko'ziga uyqu keldigandek emas edi. U uyan o'rila, buyan o'rila zodil uxlanmadi. Helidan heliga tamaki o'rab chekib, taqsidagi tamaki qoldiqimi dövilinib ketdi. Yangnag'ushdak razgi xotin yotqandan turgancha, "Nimandaq kichik bo'p qolgan baldak qimshib yotolmaysiz? Sopin suyida hamal qilib qo'yaymi-ya?" deb gapning sesqini chiqadi. Zikri xotinining so'g'ilib xaltalashib ketgan maydasiga ho'mayig'inicha, "Ko'zingga uxla, to'l kasildimay", deb g'odingshib qo'ydi. Demasam, Zikrini uxlatmay bearam qilayotgani ot 2000, harva 1500, kaptarlar 1000 degandek hisob edi. Bu Zihri uchun oz pul emas-da. Amrullah qerining bir kunlik tomoq rasxoti qanchalik bir nima edi? Nayti bir kishilik tomoqni ortiqroq etib olib bersa yoki chaqirib qo'ysam bo'ladi-ku. Xap to'g'liq, senimi ko'rib qo'ydim. Dadangning suyini to'shib, o'tini qalab, madikachiligini qilayotgan zodi kim? Senza Zihriga bersam aroq ichib tugutadi deb o'ylab qapsan-da. Bildim. Nayti shu ko'k tatliqingdan olgan o't yosh, beg'ingdan akagan biror sevat yal yemish. Kaptirangdan bir nechini setib g'ashlaganimga menga ko'ngil to'xtamas bo'lib ketdingmi? Monur yumuq, pida kirpilar sana nima qilib bergan? Zikri to'risqa qarab yotganicha pichirlab kimlarnidir qog'ab, tillab, tongmu so'zilib qolgan edi. U tong nuri g'uva tushayotgan derazaga qaradi-da, "Shuncha pul, ha?" deb pichirlab qo'ydi. Lekin shu hamon turdi nozir bilibli qolsa, "Lukchaklarga pul g'ashlab" degan so'zlar quloq tubida takrorlanish bilan turdi nozir bir necha qonlik pulni Zikriga sunayotgandek ham "Sanaval, naq palonchi ming" davatqandek belanib ketdi-da, o'zimi tuymagan holda yotgandan dikkida turib o'ltirdi. Ondan mushtamini tugdi. Hem bilinar bilinmez 5000 deb pichirladi. O chaqda shoyi degan badrakning pulini to'lib etib, uyga necha yashik picha taraq akirib qo'ymay. Ammo ana shundoq omad bilan billa tug'liqning qonga milinib, behosh yotgan holati ko'z oldiga kelish bilan delig'il bo'lib o'ylanib qoladi. Bu ikkilanish tong qorong'uligi so'zilgacha davomlashib, tong otgan hamon uni sarasimiga selib turgan ora saldiliq ko'nglidan ko'tarildi. Ağzam törining oltin koni gömürilib tushib, kon o'nkirida 17 odam so'linib qoldi. Ularning ichidan yarador ham eg'ir yaradorlardan 13 odamni qutqizib olgan bo'lsa-mu, doktorxonada 4 odam o'lgan edi. Onun sizmi bu kanning normal bo'lmagan munosabatlar bilan echilganligi, kan bexatarlik aslahalarining kan ishlari qonun nizomlariga uyg'un emasligi yoki o'lchamga yetmaydiganligi munosabatlik organlarning beshini qotirib turmoqda edi. Yana bir tarafdan yayloqlarning buzilishi, yepinchi o'simliklarning qurib ketishi, ekologiyalik tamponliqning eg'ir darajada buzg'unchilikqa uchraganligi qatorliq arz ham inkoslar uzilmay ketib turibdi. Shunga turdi Hasan bekkudukida o'ltiramayli qolgan edi. Xuddi qo'rqqanga qo'sh ko'ringandek, texi yarim soat ilgirla adliya idorasining odamlari kelib, bir muncha savol so'roqni yog'dirib etib, umu oz kelgandek bir varaq qog'ozni tutqizib qo'ydi. Ondan buningdagi savollarga astoydil javob yozing. Biz sizni yana izlaymiz, deb qo'yib ketib qoldi. Elimi yaxshi xol ay bilan Nayima nars kerak setib olg'ili shaharga kirib ketgan edi.
albatta yo'l tayyorligi. Oyaz bo'lsa to'q puli, suv puli, axlat pulini to'lash uchun yeziliq hukumatga ketib qolgan edi. Faqat oyat bo'la oshxonada pusirlab yuradi. Agar Xol oy Naima Oyazlar Adiliyaning qasqan shapkaliklarini ko'rgan bo'lsa, eshigi 4 tishliq bo'lib ketib, kepesh tumoqlarini osmonga otgan bo'lar edi. Yamanға yo'liqsaq, yonisi yuqar. Qozonga yo'liqsaq, qarisi yuqar deganga qo'ymi joyida deyilgan gap ekan. Ağzam töre degan do'q tutilgandan keyin nozirni o'rig'i ittirib, hamma to'qinoq balani shuningga ortib qo'ygani nimasi? Bo'lmasa, ma'vul la'nati qog'ozga tog'dagi qo'ylarning kelish manbasini aniq tushundiring. 200 ming so'mlik oltin do'konini sizga nima sababdan echib bermoqchi bo'lgan? Ko'ktosh yayliqining qo'g'dilish rayonligini bilib turib, nima uchun kon etishga ruxsat qilgan? Bundan qandoq ham qanchalik manfaatga erishdingiz? Kon etishda markazni qandoq aldab ruxsat oldingiz? Degandek odamni puttirla hapsiga so'raydigan gaplar yezilarmidi? Bu ko'rimsiz do'xning og'zini tuvoqlig'ili bo'lmasmi? Masalasi aniqlanayotgan odamning urug' tuqqan, tonish bilishlarini ko'rishtirishga bo'lmaydi deb, yiliqqa qasqan shapkaliklar degan tursa. Ammo qanchalik bir nima ketsa mayli edi. Lekin ularning qaysisining titan tomiri bo'sh, qaysisining chang belgili bo'lmaydi-da. Bu ishda qildin qiyiq ketsa, o'z putonga o'zing palti urasan. Hey is. Shuncha cho'ng ham shuncha ko'p ishlar o'z yo'li bilan menga qumga singan tomchidak, yerga qo'ngan chongdak hid busi chiqmadi. Hatto heliqi botolka jiqquchi bilan cho'ng ishmu bo'randagi tutundek yo'qotib ketdi. Ammo mau iskatsiz maxluq paskani bo'rsiq ses qo'sirib jahonni bulg'ab yurganini ko'rmamdigan. Texi onun küçük qavuz betbeşeri bo'lsa, Naymaning tuz ta'mini tetishga oldira bergan telefonlaridagi besimlari-chi? Attang, ota bola ikkisini billala tutib ketsa-chi? Ikki g'oljir ishdan bir yo'lida qutuladi. Lekin, ammo buni bo'lmaydi ekan. Ikkisi o'ng ta'tir qavog'la tursa, So'laxonining tosh tamlarımı chidashlik beramiz. O chaqda heliqi qasqanliqlar, o'zi qani, mashinani chiqar, chakni top degili tursa, ochiq uchayni serig'andek hammani bir yo'lida qistiradi. Agar demisang, pozitsiyang nachar, taqdiringni o'yla, xatarlik yo'lga qadam olding deganda qo'rqinchlarni selib, o'limdan burun tirik o'lib bo'lasan. Turdi Hasan qo'rqinch, andisha ham vahimali xayollar ilkida uzun o'ltirib ketdi. U turibla voy bo'ldilar. Ularning bilib bo'lgani tog'dagi qo'ylarkan-ku. El kes ketmamdi. Nayt shu, yetbinik bo'lib qolarman. Deb cho'tni xata so'qib o'zini allaylatdi. Ba'zida bu allaymu uni uxultamaydi. Turdi Hasan ana shundaq iskanjiga tushib qoldi. Endi u qasqonliqlarga tog'dagi qo'ylarni berib qutular. Uningga qanoat qilmay yana purab, temiz qilib ketsa, yavash, mo'min, jig'langu bo'lib elib qutulibmi ketar. Ammo qovuz cho'qirdan qandoqmi qutular? Shexini edib berish, mundaqcha aytganda oson emas-da. Qizini shaharga, yana kelib xoliroq yerga opirib, kursiqim og'rib ketdi deb taratxonaga kirib olsa, yoki ko'nglim aynayotdi deyish orqali qizini yolg'iz tashlab biror yerga yo'shirib olsa, ondan ular qizni mashinaga silib qo'ysa, bu ajab oqilani vahshiy plan-kana.
Turdi Hasanning birdilla ko'z oldi yo'rib ketgandek bo'ldi. Voy, boyatdan beri nemishqa bu esimga kelmagan bo'lg'iydi. Xol oy bilan Nayima shaharga kirib ketsa-mu, Mo'zayning yugurishi samonliqcha degandek, xotin xalqning bozorga kirsa, boradigan yeri aniqligi. Yana shu kiyim-kechak, girim-pirim degandek nimalar boyaga kirishidi. Qovuzning odamlari shu turqida bularning orqasiga tushsa bo'ladi. Turdi Hasan darhol yan fonining nomerlarini besib, quliqiga bir dam tutib turdi. Ondan birdilla chiroyi villati echildi. "Vay, qovuz beyvatchima? Heliqi opisi bilan atdiganda shaharga kirib ketgan. Endi shayxini egib berishmi ketmas. Darholla tutish qilsangiz balkim." "Hey, qoppaqvash Nozir begim!" Telefonni yervatgida g'azablik ovoz Turdi Hasanning quliqini sirqirtib etdi. "Bunda xabar deganni eng bo'lmaganda biror kun ilgari deydigan gap. Men hozir odamlarimni qandoq yig'ib bo'la olayman? Uning ustiga o'zlari xoliroq ham aplikyaga opirib basla. Odam qaynigan yerda o'zimni o'zim tutib beraymi? Qandoq degan bemasal odam bu?" Turdi Hasan g'iq qilib dimiqib qoldi. Endi xol oyga yolvurib uni indakka keltirgandan keyin Oyazga mashinani haydatib shahardagi soqchi boshlig'i Mahmud Ziyoning uyiga mehmondorchilikqa akirish kerak. Oyat buni bir kun damilang deb qo'ysalar ko'zdan yetadi. Endi shundoq qilmay amal qilmadi. Turdi Hasan bu amalni degan edi, qovuzning vahshiy ovozi boyiqidan mubbattar yangridi. "Hey Nozir, endi to'liq g'iljinglamay, erta kech soat 6 atrofida Naymani Oydinsay o'rmonligiga elib kelsilar. Bo'lmasa 500 ming so'mni o'simi bilan akaslimi bo'ladi. Uzuk ham mashinani qaytarishga bo'lmaydi. Uninga naqd pul olaman." Telefon uzildi. Turdi Hasanning beshi pirrida qayg'andek bo'lib daldugunib ketdi. Qovuz uning o'pkisini ichida turg'izib qiqvatgan edi. Bag'izada Nissanning motoridan chatoq chiqqanda remontchi ustam tekshirib, 3 yildan ko'proq ishlatgan kona mashina ekan. Eng muhim zapchaslarini yangilamasi bo'lmaydi, dedi. Keyin birodarlar bilan bir qitimliq o'ltirishda Qovuzning Nissanni 40 ming so'mga tava qilib, qimmarda utvelib, remont qilish ham sirlab zinnatlashga 5 ming so'm xarjlaganligini anglab, quloqlariga ishonmayli qolgan edi. Mana endi bir kona mashinaga 180 ming so'm to'lamasa Qovuzdan qutulanmaydi. Turdi Hasan ko'zga ko'rinmaydigan zanjirlarda bog'lanib qolgan mushu paytda darvoza qattiq urildi. Birdan to'xtab yana urildi. "Oyat bu, hey Oyat bu, darvozani bir kim urdi-ku, kimdi u?" "Mana men." Oyat bu palampaylardan takaslab tushib, darvozaning qiltangini echibla, hayronlikdan ko'zlarini chimchiqlatdi. Uning oldida o'ttira boy, chiroyi seriq, o'ri ko'z, yanaq so'ngaklari cho'qchiyib, qovuzlari cho'kkan, et tikallashib ketgan, bo'yin terilarida ko'p-ko'p dog'lar po'ltiyib turgan 30 yoshlar atrofidagi bir kapki shakillik odam turibdi. "Kimni izlaysiz?" Kent oqsoqoli Nozirga bir gap aytib bergan edi, deb qo'yibli chiqsam bo'ladi. "Manga deysangiz bo'lmamdi." Kent oqsoqoli o'ziga degan, bo'lmasa yenib kel degan. Amisa Nozirning silkishlaridan qo'rqib qolgan Oyat bu arasalda bo'lib turadi. "Birdan to'xtang, men so'rab baqay." Oyat bu kirib ketdi. Motanchining kakisidek ingikini ushlab, beshini gajga sigib pattirib turgan mehmonning turqidilla
zihniyatlik o'qirmanlarimiz uning kim ekanligini bilib bo'ldi. To'g'ri, u do'stining hayotini do'g'i tikish badiliga pul topmoqchi bo'lgan osiy banda Zehri edi. Әттігенден бері дачығы кіремей, әтрапны бойындап жүрген Зехри, ахыр кент ақсақылы елісіні ішқі селіп, Turdi Hasan bilan ko'rishmoqchi bo'ldi. Dilqut xazinasi darvozaning yo'chiqlaridan dochi ichiga qarab, teni aymangandek bo'ldi, ham bir tarafdan pulni oldimga qo'ymag'icha maxfiyatligini demayman degan xayolga keldi. U 5000 ni talab qilsam bo'ladimi? deganni ko'ngliga tikib turishiga darvoza ochilib, oyat bu ko'rindi. Kiring, Nazir mehmonxonada. Men sizga yo'l boshlay. Mehmonni boshlab ketayotgan oyat bu birdilla o'zidan ansirab qoldi. Bu yil bahorda kent oqsoqoli uni Nazirga tanishtirgan edi. Mau odam bo'lsa, yo'chilla turadi. Balkim kent oqsoqolining tuqqani bo'lishi mumkin. Buni Oyazning o'rniga almashtirmoqchimi yoki bu o'r ko'zning xotinini mening o'rnimga dasatmoqchimi? degan ansizlik oyat buning qo'llisiga kirib oldi. Shunga u zehrini kirgizib etib, o'zi eshik tubida tang-tanglamoqchi bo'ldi. Oyat bu ishni chekishi bilan ichkaridan "Kiring" degan harqiroq ovoz anglandi. Zikri mehmonxonaga qadam elibla og'zi ochiq qoldi. U bu chaqqicha bundaq hayvatlik bezalgan uyni ko'rib baxmagan edi. Turdi Hasanmu uningga surilib qarab turadi. Zikrining yuzi villati qizirib, yuragi to'pildab, tutqonlari qalvalishib ketdi. Turdi Hasan uning o'riqligiga qarab, "Nadin kelgan yo'chivak bu?" deb g'ijindi-yu, lekin o'tir debmi qo'ymadi. "Kent boshlig'ining nemisi bo'lasan? U sendan nima gap aytib berdi?" Turdi Hasan derazadan sirtqa qarab so'zlayotdi. "Nazir begim." Zehrining ovozi titrab chiqdi. "Meni kent boshlig'i avatmadi. Mening o'zlari bilan so'zlashadigan muhim ishim bor edi." "Nima? Sen texi holingga baxmay meni oldidingmi?" "Avval gapimni anglab baxmamla. Cho'qim qiziqib qoladilar." "Voy, xeyli yo'g'on so'zlaysan-ku. Qani, deb baqa." "Mening demoqchi bo'lganim, sizlarning hurmat inovatlariga munosabatlik muhim ish." "Shundoqmi?" Turdi Hasan orqaga qayrildi. "Qani, o'tir. Mevlardan ol, usluq ichamsa." Turdi Hasan so'g'uq ichimlik qutisini to'nglatqidan oldida og'zini vakkida ichib, Zehrining oldidagi shiraga qo'yib qo'ydi. Turdi Hasan bu yochivakning jiddiylashgan badrak chiroyidan muhim xabar etganligiga ishongan edi. "Sizlarning qizlari Naima tug'liq bilan birlashib, yuzlarini to'kmoqchi. Shumidi demoqchi bo'g'ini." Turdi Hasanning chiroyi mijjida turildi. "U insofsizlar olliburun yuzimni to'kib bo'lgan. Bu qaytan qilsa o'xshamaydi." "Zo'rqmayli qo'y, baribir o'xshash." "Qiziq masala, men chiqay." Zehri o'rnidan turdi. "Lekin keyin pushaymon qilsalarmi ulgurmay qoladilar. Men ularning qachon, qayerda, soat nechida nima ish qiladiganligiga qadar bilaman." Zehri ishik tarafga mengishi bilan Turdi Hasanning ko'ngliga bir ish keldi-da, uni to'sib o'tirishga taklif qildi. "Amisa degina, ular nima ish qilmoqchi?" "Undaqda sodalashayli." "Nima?" Turdi Hasanning ko'zlari chaqchaydi. "Qandoq sodalashimiz?" "Men bu xabarni jinimni olqinimga elib turib yoshirin angladim. To'g'liq Naima ham ularning do'stlari meni tutib olgan bo'lsa, o'ltirib yetadi. Shunga ma'ni beradilar." Zehri 5 barmog'ini chiqadi.
Nima, 50 so'm? Turdi Hasan qasdan xufsallik qildi. 5 yana chayqaysan-ku. 500 demoqchimisan? Nozir begim, nomi shariflariga loyiq gap qilsizlar. Zehri beshini chayqadi. 500 so'm uchun jenimni dog'i tikmayman. Amisa 5 mingni berdilar. 5 ming? Turdi Hasan o'rnidan turib ketdi. Sen meni qoqt-soqt qilmoqchimi? Qonundan qo'rqmamsan. Salamu qonundan qo'rqmay to'g'liqni o'ltirib qo'yg'ili tasla qoldilar. Yoki qonun degan dehqonni bo'zaq qilish uchunlar chiqarilganmi? Turdi Hasan Zehriga ko'zining quyruqida yevatkida qaradi. Qaraganda bu yochivak bo'sh narsada qilmaydi. Ammo uni bir tepik bilan chiqarib bo'lmaydi. Onun ichidagi maxfiyatlik balkim Turdi Hasanni ko'zga ko'rinmas iskanjidan ozod qilishi mumkin. Shunga u maxfiyatlikni anglashga taqozo bo'lganidan bir damdala muloyim tusga kirdi. Qara ini, senmi 5 ming deb turma, 2 ming so'm beray. So'lin nimandaq biri odam? Bu undaq-mundaq xabarlardan emas. Anlagandan keyin biladilar. Tuzuk gap qilsalar. Bo'pti, 2500 so'm bo'lsin. Po'hoy, men silidek toshpurchoq boyni ko'rmagan. Zehrining o'ri ko'zlari pildirlab ketdi. Bo'pti, 3000 baslar. 3000? Turdi Hasan qasdan muloyim bo'lib oldi. Lekin uyda naq pul saqlag'ili bo'lmaydi. Shunga hozircha ishkapda bari 400 so'mni elib tur. Qolganini erta bankadan ep berman. Buningga unamasang amal yo'q. Hozir texa etdigan-ku. Bankaga basaqli bo'lmadimi? Ayolim bilan qizim shaharga kirib ketgan. Bugun kechgacha kelalisa cho'ng gap. Dedi Turdi Hasan ovoziga samimiylik tus berib. Pul cheki selingan chamadonning oshqichi ayolimda edi. Zehri o'ylanib qoldi. U Turdi Hasanning deginiga ko'nmasa ziyon tortadiganligini his qildi. Chunki erta tong otsa uning maxfiyatligining 10 yillik qimmati qolmaydi. Zikrining bo'shab qolishidan akagan xabarning vaqt xarakterlik ekanligini bilib olgan Turdi Hasan 400 so'mni shiraga tashlab qo'ydi. "Qani, demamsan?" "Desammi, day. Lekin qolgan pulni qachon berasiz?" Turdi Hasan qanday xabar ekanligini bilib olib, ondan bir nima demoqchi bo'ldi. "Avval akagan xabaringni degin. Qanday xabar ekanligini anglab bo'lib, bir nima demasam bo'lmas." Zehri bir haza jimib ketdi. Uning chiroyidan bir xil delg'ulluq ifodalanib turibdi. Shundaqdimi u to'g'liq naymalarning qachon, soat nechida, qayerlar bilan nega qochmoqchi ekanligini dababdi. Turdi Hasanni birdilla hayajon shotlig'i o'z ilkiga elib, yuragi shotlikdan tepchaklab ketdi. "Pah, talay o'ng'a tatsa, ishdan qo'ng'a tatidi degan shu-da." Ikkisi yo'shirin qochgan ekan, ular oxirgacha yo'shirin bo'lib yo'qolib ketgani tuzuk. U vaqtida xol oyozlar beshini tishlasa qattiq, ko'tini tishlasa sesiq. O'z meyida o'zi qo'rladigan, o'zlarining payida o'zlari esiladigan emasmi? Texi qochadigan yo'llari Eran daryo bo'ylari, pinhon o'rmon, odamsiz yo'llar. Ko'mirchi zangi mualliming deb bergan tragediyaning ta'mini endi tetiysan. Turdi Hasan qovuz bilan birlashib, nima ish qiladiganligini ko'nglida dangsab bo'lgan edi.
ish pokiza tugagandan keyin shaltoqni uzil-kesil tozalash uchun qovuzning qaytisi bilan zehridak so'rilib qolgan yipni qirqib etishni ko'ngliga pukdi. Bo'lmasa har ikkisi xotirjam uxlayolmaydi. Shunga zikraga don tashlab, o'zi tushadigan o'rining qishig'a akilish kerak edi. Bu xabarni xotin bolalarga dedingmi, yo'q? Nima deyaptilar nazir? Men qog'i menga siyavagan sarang bo'lmasam? Yaxshi. Mening ansirginim bu yerga keladiganingni birarsiga deb sağan bo'lsang, keyincha seni tutib bermisun deyman ha? U chaqda hammamiz tugishimiz degani. Qolgan pulning gapini qiling. Qachon berasiz? Mundaq bo'lsin. Turdi Hasan zehrining do'lisiga urib qo'ydi. Ati desam, yog'on etgan bo'laman. Chunki shaharga kirib, bankadan pulni ochiq bo'g'icha bir vaqt bo'ladi. Shunga o'g'illikka kech soat 11lar bilan Iran daryo bo'yida o'z qo'limdan 2600 so'mni olasan. Bilqut xazinasi. Bak kechib ketgidek. Uning ustiga daryo bo'yiga berib nima kapdi? Sen texin nodonkansan. Qilvatqalaringni yaxshi ish deb o'ylaydigan o'xshamamsan. Turdi Hasanning gaplari zardi bilan chiqdi. Boshqalarni setish badaliga pul elayotgan odam iloji bor o'zini ko'rsatmasligi, boshqalarning ko'ziga cheliqmasligi kerak. Shunday emasmi? Pul berguchimi yoshirin bo'g'ini yaxshi. Chunki nima ishlarning yuz berishini Xudo biladi. Ma'qul bo'ladi. Zehri salopatlik nozirning gapiga ishondi. Shunga u beshini ichiga tiqqanicha asta koridorga chiqishi bilanla oyat bu oldirab oshxonaga kirib ketdi. U qo'rqinidan darhol sapliqni elib olgan bo'lsa-mu, qo'llari titrab atqashqa sapliq qozon qirg'a bir xilda taqildab tegvatdi. O'tganda hal ay eri bilan takallashganda gapda tutilib qolgan Turdi Hasan bo'lsa, to'g'liqni qovuzning lukchaklariga urg'izganligiga iqror bo'lgan edi. Amdi boyiqi arvoh ko'tirib kelgan xabarni shuncha pulga setib olgan Turdi Hasan cho'qim o'tgankidan yo'g'on ish tavritishi turganligi. Tova, Naymaning nozirning o'z bolasi emasligi rost-kanda. O'gaylikini kunchiligi yomon xotinlar qiladigan. Ajab bu odamning o'gayligi yomon ekan-a? Oyat buning ansiz xiyollari oxirlashmayla mehmonxonadan Turdi Hasanning kimgadir o'lib qilayotgan gapi anglandi. Oyat bu darhol samsoq oxlagan bo'lib, eshik tubiga putining uchida bodida eshikka quloq yoqdi. Hey, qovuz boyvachcha. Bu telefonda deydigan gap emas. Mashinangiz bilan darhol keling. Nima? Bular yo'q. Boy sizga shaharga kirib ketdi deb aytdim-ku. Amisi saqlayman. Oyat buning put-qo'llari qalvalishib o'ziga bo'ysunmayla qoldi. U o'zini qancha tutib olmoqchi bo'lib baxti, lekin mehmonxonaning qishig'i kelganda yanada go'chilishib ovozi titrab chiqdi. Tu Nazir, tushki nim tamoq qilsam bo'la. Eshik g'ochchida echildi-da, Turdi Hasan koridorga chiqdi. U nima qilsangiz mayli degancha pastga oldirab tushib ketdi. Ondan darvoza tarafga qarab mangdi. O'zimi tushuntirib berolmaydigan bir xil ansizchilik ichida qolgan oyat bu Turdi Hasan ko'chaga chiqib ketganga qadar qarab turdi. Oshxonaga kirib ko'ktatlarni adalab juyib etibmi, qo'rqinchli biror hodisa yelada yuz berdigandek yuragi tartibsiz soladi. Amdi bu odam qovuzdek yirtqich bilan nima maslahat solar? Uningga nimalarni der? Ular Nayima xon qizga qandoq o'ri qo'lar? O'tganda tug'liqni o'ltirib qo'yganli qilli qoldi. Biroq bu qitimqisi o'tgangiga hargiz o'xshamaydi.
Bu degan 3000 so'mga setib olgan maxfiy xabar tursa, cho'qin ular birer cho'ng vaqa tug'diradi. Oyat bu go'sht to'g'rab yetib barmog'ini kesib oldi. Elimi yaxshi ishkatda do'rliq chapliq ish bo'lg'achqa darhol tengib oldi. Shundaqdimi u qo'ygan pitkinini bilmayli qoldi. Chemishni olmoqchi bo'lib pichoqni chiniga qo'l uzatib qo'shiqni elib degandek garangli bo'lib qoldi. Ammo tushga oz qolganda darvoza oldidan mashinaning gurkirgan ovozi anglanib, uzun o'tmayla turdi Hasan bilan Qovuz hoyliga kirib keldi. Ular nimalarnidir deyishgach, udillab bog' tarafga ketdi-da, qarasimu ko'rinmadi. Toqatsizlangan Oyat bu palampay ustidan qarab baqdi. Pastga tushib, boqqa kirib ketadigan choqchoqliq yo'ldan bo'yinda ko'di. Lekin ular ko'rinmadi. Oxir Oyat bu peshayvon salasoniga avaylab chiqib, qiyma to'riklik o'yma gullariga dastlab yuqori o'rlividi. Tolbostan ostidagi shoda o'rindiqda o'ltirgan ikki gavda g'ilpal ko'rindi. Oyat buning ko'nglidan nimadir kashti bo'lg'ay, ko'ktat sivetini elib, ko'k mush ham sho'xlilik etizlaridan o'tib, jangdo purchoq terilgan chunaklikka kirdi. Jangdo purchoqlar egiz shoxlog'i yomishib ketgachga, o'ri turgan odamning ko'ngli bo'lmaydi. Ammo bu cho'nak tol bo'stonga tutashli bo'lib, birli eriq ayirib turadi. Shunga Tolbostan ostidagi odatdagi bo'sh ovozlarni aniq anglag'ili bo'ladi. Oyat bu jangdo purchoqlarning shox shimbillarini shaldirilib uchun ikki qir o'ttirsidagi nam eriq ichida o'milab, Tolbostandagi shoda o'rindiqda o'ltirgan ikki soyining orqasiga keldi. Mana endi ularning pushildashlaridan eg'ir tinganlarigacha aniq anglandi. Belqut şirketida ovozga elinib, Belqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Ko'mirchi Balo nomli romanini bugun mushergacha anglatdik. Davomini atki anglatishimizda davomli anglatamiz.